Assalomu alaykum, qanday yaxshimi? Men bugun bu balkonda necha vaqtdan beri qo'yib qo'ygan bir to'ng'oq qimmatdi. Shuni teshini tozalamoqchi, mana ko'rdinglar o'sha holatda. Buni tozalashning suyuqligi men o'zim tayyorladim. Mana bu quruq qutiga. Oldi bilan qacho'sh mashinasining qattiq sopini bir qachoq qo'yamiz. Uni ustiga qaynash qilib, uni ravus eritimiz, qattiq sopini. Andan keyin uning ustiga aqachoq qo'yamiz. Aqachoq qo'yib bilan aralashtirib musharat qildim. Agar qacho'sh mashinasi yo'qlar, suda bilan aqachoqni aralashtirib, tepsiga oz miqdorda suv aralashtirib yoki aqachoqni jaqara qilib qilsanglar bo'ldi. Suda bilan shu holat qilsanglar bo'ldi. Buni unumini men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Mayaga qizim Xatijalik ekan, bu menchiliklarni ko'rdinglar herhalde. Sizlarga mashani ko'rsatib qo'ymoqchiman. Mana mahsulotlar bilan etdim. Yani simli qo'shdi zat. Bayam qaldini, hozir qaldini ko'rdinglar. Maya jo'b o'chaqlashib qolgan. Buni ajitib qilaman. Musharatda chiqdi mana. Bu yerdagi mehnatlarni ko'rdinglar, buni ko'rsatib qo'yay sizlarga. Eqiplam tushdi ko'rdinglar mehnatni. O'sha holatda chiqdi. Bek oson hozir aytib chiqdi. Musharat suyuq tayyorlab, oshxonalardagi dolaplarni andan keyin suda bilan qilib qolsanglar, qochisi bilan nimalarni, to'nglatqonlarni tozasanglar bo'ldi. Bek oddiy qulay. Bu to'nglat faqat to'ng'itish uchun bo'lganligi uchun men balkonda qo'yib uy kechgan vaqtda agar bo'lgancha bek tozalab bo'lmagandim. Bugun sizlarga bu suyuqlikni tayyorlab bo'lib, esim kelib bunday tushuncha berdim. Beklam oddiy musharatda suyuq tayyorlab qo'yib uyinglarda hamma toziq insonlar bo'ldi. Uyinglarni ishkina insonlar bo'ladi degandek. Mana bayam qoldi, hozir qoldi. Pakiz chiqib ketdi. Addiylam. Çok çeşk etmeyle. Müşahit qilinglar inşallah.